Bugun 17-sentyabr kuni Toshkent shahrida muhim tadbir bo'lib o'tmoqda. Getwork xususiy bandlik agentligi tashabbusi bilan Litvaning yirik korxonalarining vakillari O'zbekistonga tashrif buyurishdi. Tadbir Getwork agentligining Yunusobod tumanidagi bosh ofisida tashkil etildi. Unda yuzlab yurtdoshlarimiz ishtirok etmoqda. Suhbat davomida o'zbekistonlik kandidatlar ish beruvchilar bilan yuzma-yuz muloqot qilish, qonuniy mehnat migratsiyasi asosida shartnoma tuzish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Mana bugun keldim, sinab ko'rdim o'zimni. Primoy shu ish beruvchilar bilan suhbat qildik. Suhbat asosida suhbatdan o'tdim. O'tgan safar ham kelib firmaga topshirganimda bizim narsani chiqmaganda, shunga hozir Litvaga yana vakansiya ochilgani uchun shu suhbatga keldim. Shu suhbatdan hozir o'ylaymanki yaxshi o'tdim deb o'ylayman. Suhbat yaxshi o'tdi, normal razgovor bo'ldi, hamma joyida, ish joyida, oylik hammasini aytdi. Menga ma'qul keldi. Men shartnoma qilaman, ma'qul keldi. Yaxshi, salom olmas suhbat. So'nggi yillarda Yevropada, aynan Litva davlatida ishchi kuchiga ehtiyoj keskin ortgan. Shu sababli bugungi tadbir orqali fuqarolarimizga barqaror va kafolatlangan ish topish yo'li ochilmoqda. Yevropada qonuniy ishlashni istaganlar uchun bugungi tadbir muhim qadam bo'lib qolmoqda.